Assalamualaikum yurttaşlar. Bugün Sağlıkhan'da icra qilish yuzasidan 10. ayının 12. günüsü 6 qarindishimiz var. Ölüm cezası verdi. 14-sida yana 6 qarindishimiz ölüm cezası verdi. Yana 6. günde 500'den artıq qarindoshlarımızga her xil şekilde ceza veriş ihtimali var. Ular sud saqlab turibdi. Shunga biz qo'limizda nima kelsa ekan turib shuni qilish maqsadidan bugun bu yerda namoyish qilamiz. Shunga bu kunadigan bir bayram kuni emas. Biraz çünkü şu o'lganlarning jonlarini hech birisi bizning jenimiz ularning jenidan qimmat emasdi. Shunga hammamiz bu biraz jiddiyat ko'rsatib, biz bütün yurtdoshlarga telefon qildik. Kelganlar mushukdan hammamiz o'zimizning vijdonni xitob qila olamiz. Ishlatib, bu yerda resim mushuk 5-chi resim ko'rganimizda yurttaşları Alman, German karşısında Şarkı Türkistan'da Xitay hükümetiyle durvattan müşük kırılanlarını müşükten sürüş meksimde müşük var. Cihar çağrısı put kefere. Jedes Jahr an der Uiguren geht immer härter weiter. Am 5. Juli 2009 sind Tausende von uigurischen Studenten mit chinesischen Flaggen in der Hand und in friedlichen Absichten auf der Straße in unserer Heimat Osttürkistan in der Hauptstadt Ürümqi gegangen, um die chinesische Regierung aufzufordern, die Mörder an uigurischen Arbeiter in der chinesischen Provinz Guangdong zu fassen und diese entsprechend zu bestrafen. Zu kommen versucht, die friedliche Demonstration mit Gewalt niederzuschlagen. Am selben Abend um 22 Uhr wurden Strom, die Telefon- und Internetleitungen in unserer Hauptstadt Ürümqi ausgeschaltet. Und die sich an 4 verschiedenen Stellen befindlichen Demonstranten wurden umzingelt und es wurden gnadenlos auf sie geschossen. Dabei sind tausende Demonstranten ums Leben gekommen. Wieder Tausende wurden schwer verletzt und der Rest festgenommen. Die Leichen wurden in der Nacht mit Müllwagen zu unbekannten Orten transportiert. Die Straßen gesäubert und somit die Spuren der Massakers verwischt. Diese Vorgehensweise ist uns von den Ereignissen in Tiananmen bekannt. Momentan sind die Sicherheit und das Leben der Uiguren in Osttürkistan nicht gewährleistet. Als China mit Gewalt gegen die friedliche Demonstration in der jugendlichen uigurischen Studenten vorging, haben wir an der Weltgemeinschaft, die UN, EU, USA und alle demokratischen Länder Westen appelliert, die willkürliche Festnahmen und massive Hinrichtungen der Uiguren, welche an den Demonstrationen teilgenommen haben, zu stoppen und eine neutrale Untersuchungskommission nach 8. Oktober 2009 sind wieder 5 Uiguren zum Tode verurteilt worden. Staatliche Medien zufolge warten noch ungefähr 500 Menschen auf ihre Gerichtsurteile. Die Ignoranz und das
tatenlose Schweigen der demokratischen Länder in Westens über diese barbarische Vorgehen von China haben dazu China ermutigt, seinen Weg der Gewalt an Wehrlosen skrupellos weiterzugehen. Uiguren können nichts anderes machen, als zu hoffen, dass die Welt China von der blutigen Unterdrückung der hilflosen Uiguren abhalten wird. Im Namen der Uiguren, einem Volk, welches von der maßlosen chinesischen Staatsgewalt schwer getroffen ist, appellieren wir an die Weltgemeinschaft, uns zu helfen, Chinas Staatsterror an den Uiguren zu stoppen, die unschuldigen Uiguren vor einem Massaker zu retten und die dauerhafte Unterdrückung durch China zu beenden. Assalamualaikum aziz qarindoshlar. Bugun bu yerga Dünya Uyg'ur qurultayiniki va Sharq Turkiston Yevropa birligining rahbarligida va o'rinlashtirishida namoyish qilib turibmiz. Hozir yenimizda Dünya Uyg'ur qurultayining bosh kotibi va Yevropa Sharq Turkiston birligining raisi To'lqin Aysa efendi biz bilan birga. Hurmatli To'lqin efendim, bugungi bu yer to'planishimizga asos sabab nima? Nima uchun bu yerda namoyish qilyapsizlar? To'g'riliq bir so'zlab bergan bo'lsangiz. Rahmat. Biz bu yerga bugun toplanishning maqsadi shuki, sizning, bizning va shundoq dunyoning xabardor bo'lgandek 7-ayning 5-kunisi Xitoy hukumati butun dunyoning oldida necha minglagan insonni vahshiylikcha o'ldirib tashladi, qirib tashladi. 10 minglagan insonlar turmaga tashlandi, necha minglagan insonlar yarador, necha minglagan insonlar yo'qolib ketgan, oqibati ma'lum bo'lmagan bir vaziyatda. Bu vaqa bo'libla Xitoy hukumati bu vaqalar qatnashgan, namoyish qatnashganlarga o'lim jazosi beramiz deb jakolagan. Demak, bu yerda bir siyosiy qaror bilan Xitoy hukumati hech qachon qonuniy bir jarayonni boshdan o'tkazmay turib, atalmış sud ichib 10-ayning 12-kunisi 6 nafar qarindoshimizga o'lim jazosi berdi. 14-sida yana bir qatimliq sudda 6 nafar kishiga yana o'lim jazosi berdi. Toplam shu 2 kunning ichida 12 kishiga o'lim jazosi berdi. Ya dunyoda Uyg'urning janidak azam bir jon, Uyg'urning janidak azam qimmati yo'q bir jon dunyoda ko'rinmayotgan bir vaziyatda. Bundaq bir nimaga dunyomiz sukut turyotdi. Bizning xalqimizmi vatan ichida shu bedellarni to'layotdi. Vatan sirtida biz hech birimiz qo'limizdan kelgan fidokorliklarni ko'rsatib, Xitoy hukumatining bu qonxo'r siyosatiga bo'lgan noroziligimizni ifodalash, Xitoy hukumatining bu Sharqiy Turkistonda olib berayotgan o'lim jazosi berish, o'ldirish, tutish siyosatini jiddiy oxirlashtirish, buning uchun dunyoning sukut tutmay Xitoy hukumatiga unum beradigan tadbirlarni qo'llanishi kerakligini dunyo millatlarga talab qilish, iltimos qilish va Xitoy hukumatining bu rezil va shiq qilmishini protest qilish, unga noroziligimizni bildirish maqsadimiz bilan bugun bu yerda namoyishni o'tiribdi. Ko'p rahmat To'lqin efendi. Yana mush munosabat bilan Xitoy hukumatiga, ya'ni siz Dünya Uyg'ur qurultayiniki bosh kotibi, ayni vaqtda Yevropa Sharq Turkiston birligining raisi, mush munosabat bilan yani bu Xitoy hukumatiga nima deb chaqirsiz, nima bilan chaqirsiz? Qanday chaqirasiz? Albatta biz Dünya Uyg'ur qurultayi raisimiz Rabiya Qodir xonim Xitoy hukumatiga yillardan buyon shuni deb kelyotdi. Bu voqea bo'lgandan keyin bir qancha qatim buni takrorlab keldik. Xitoy hukumati bu qonxo'rlik siyosati bilan Sharq Turkiston masalasini hal qilolmaydi. Bundaq o'ltirish bilan Uyg'ur xalqining milliy erkinligi bo'lgan irodasini sundirolmaydi. Uyg'ur milliy erkinlikni yo'q qilolmaydi. Uyg'urlarni tinchlanmaydi. Onun uchun Xitoy hukumati bu yolg'on bu siyosatidan, xato bu siyosatidan voz kechish kerak. Uyg'ur xalqining haq huquqiga hurmat qilish kerak. Dünya Uyg'ur qurultayi bilan bizning raisimiz bilan bu masalani eng yaxshi bir shaklda qandoq hal qilishning usullar haqida suhbat ustida kelish kerak. Agar Xitoy mening qo'limda qurol bor, men xohligimni qilaman deydigan zihniyat bilan harakat qilib buni davomlashtiradigan bo'lsa, Uyg'ur xalqi zaten o'limdan qo'rqmaydi. Onun uchun Uyg'ur xalqi o'zining erkinligini qo'lga olg'ich bo'lgan ichida bu kurashdan voz kechmaydi. Xitoy hukumati buni yaxshi bilish kerak. Bu Xitoy hukumatiga hech qachon bir yaxshi va abadiy tinchlik olib kelmaydi. Abadiy tinchlikning birdan bir chiqish yo'li Xitoy hukumati bu qonxo'rlikni to'xtatishi, begunoh tutqun qilingan insonlarni qo'yib berishi, Uyg'ur xalqidan afv so'rash kerak. Men shuni deb chaqirayman.